Sirdaryo viloyatida Sirdaryoda biznes qiling xalqaro investitsiya forumi boshlandi. Forumda 700 nafardan ortiq ishtirokchi, jumladan 20 ta mamlakatdan 300 nafarga yaqin xorijiy investor, 300 nafardan ortiq mahalliy tadbirkor, xorijiy davlatlarning diplomatik vakolatxonalari vakillari, 10 ta hamkor hudud delegatsiyalari ishtirok etmoqda. Unda Sirdaryo viloyatining investitsiya salohiyati, istiqbolli loyihalari va biznes imkoniyatlari taqdimoti, turli uchrashuvlar, muzokaralar o'tkaziladi. Muxbirimiz Ilyos Hojiqulov jarayonlardan to'g'ridan-to'g'ri efir orqali xabar berishga tayyorlar. Ilyos, marhamat, efirdasiz. Rahmat studiya. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Mustaqilligimizning 35 yillik bayrami arafasida Sirdaryo viloyatida ham yirik forumlar hamda festivallar o'z ishini boshladi. Ayni damda biz Guliston shahridagi Savdo sanoat palatasida bo'lib o'tayotgan Sirdaryoda biznes qiling xalqaro investitsiya forumida ishtirok etmoqdamiz. Ushbu forum 2 kunga mo'ljallangan bo'lib, birinchi kuni ham mana shunday samarali kechmoqda. Forum doirasida dastlab 700 nafar xorijiy va mahalliy tadbirkorlarga aynan hududning investitsion salohiyati hamda jozibadorligi haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Albatta, so'nggi yillarda Sirdaryo viloyatida ham bu bordagi ishlar salmoqli darajada o'zgardi deb bemalol ayta olishimiz mumkin va mazkur investitsion forum doirasida ham bir qator kelishuvlarga erishilishi natijasida ko'plab loyihalar hayotga tatbiq etiladi. Biz esa forum haqida batafsil ma'lumotlarni olamiz. Assalomu alaykum Ilhom aka. Aynan forumdan qanday natijalar kutilmoqda? Assalomu alaykum. Bugun an'anaviy tarzda viloyatimizda o'tkazib kelinayotgan Sirdaryoda biznes qiling xalqaro investitsiya forumi bugun o'z ish kunini boshladi. Ushbu forum doirasida 20 ta davlatdan 300 ga yaqin xorijiy mehmonlar hamda 300 dan ortiq mahalliy tadbirkorlar ishtirok etmoqda. Bu forum mustaqilligimizning 35 yilligi arafasida bo'lishi forumga o'zgacha shukuh, o'zgacha kayfiyat yaratib berdi. Ushbu forum doirasida viloyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, respublikamizda amalga oshirilayotgan islohotlar yaratib beriladi, davlatimiz rahbari tomonidan yaratib berilayotgan sharoitlar to'g'risida ma'lumot berib o'tkazildi. Shuningdek, forum doirasida ko'rgazmalar, viloyatning sanoat mahsulotlari ko'rgazmalari tashkil etilgan. Forumning kunning ikkinchi yarmida G2B hamda B2B uchrashuvlar rejalashtirilgan. Uchrashuvlarda davomida metallurgiya, yengil sanoat, tekstil, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash hamda bir nechta yo'nalishlar doirasida shartnomalar imzolash rejalashtirilgan. Aynan qaysi davlatlardan mehmonlarimiz tashrif buyurishgan? Barcha qo'shni mamlakatlarimizdan Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston hamda mana Turkiya, Pokiston, Xitoy, Rossiya davlatlaridan rasmiy hamda biznes doira vakillari, shuningdek Avstriya, Vengriya, Xitoy elchixonalari ishtirok etmoqda. Suhbatingiz uchun rahmat. Albatta aziz teletomoshabinlar, ayni damda biznes forumining ikkinchi kuni ham o'z ish faoliyatini, biznes forumining kunning ikkinchi yarmi ham o'z ish faoliyatini olib bormoqda va B2B hamda B2G formatdagi uchrashuvlar amalga oshirilmoqda va hamkorlar o'zlari uchun munosib joy va munosib loyihalarni amalga oshirish uchun sheriklarni ham topib ulgurishmoqda va bizda esa navbatdagi suhbatdosh bor. Aynan ular Xitoy davlatidan kelib Sirdaryo viloyatida o'z loyihalarini amalga oshirishmoqda. Assalomu alaykum. Firuz aka, shu o'rinda bularning loyihalari haqida bir ma'lumotlarni olsak. 介绍一下你们的项目。大家好，我是谢和长隆科技冶金科技有限公司的冯孝慧。 Assalomu alaykum. Men Changlong kompaniyasi rahbariman, Sirdaryo viloyatidan. 很高兴今天来参加谢和经贸论坛会。 Bugungi kunda Sirdaryo viloyatidagi investitsion forumda qatnashib turganimdan juda ham mamnunman. 我公司位于霍沃斯经济特区，有75公顷的土地，用于建设一座现代化的冶金厂。 Bugungi kunda men Xovos tumani erkin iqtisodiy zonasida zavod quryapman. Bu yerda 75 gektar yer maydonga egamiz. Metall mahsulotlari ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchimiz. 将来我们的产品用于取代现有进口的这些建材。 Biz mahsulotimiz importni o'rnini bosadigan mahalliy ishlab chiqarish korxonasi yaratmoqchimiz. Katta rahmat Firuz aka, albatta hamkorliklaringiz bardavom bo'lsin. Aziz teletomoshabinlar, forumimiz 2 kunga mo'ljallangan bo'lib, forum doirasida yana etno-folklor festivallari, shuningdek qovun saylari o'tkazish ham belgilangan. Biz esa dasturlarimiz davomida yana bu haqda xabar berib borishga harakat qilamiz. Bizda esa hozircha shular. Rahmat, salomat bo'ling.
Muxbirimiz Ilyos Hojiqulov Sirdaryoda biznes qiling xalqaro forum jarayonlaridan to'g'ridan-to'g'ri efir orqali ma'lumotlarni yetkazdilar. Dasturimiz davom etadi.